Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Iyun oyida ota-onamni va yaqinlarimni umra ziyoratiga olib borishni niyat qildim deganlar, mana shu videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, chiroyli ma'lumotini berib o'tamiz. Men tayyorman, ota-onam tayyor, umra ziyoratiga borishni niyat qilganmiz, lekin narxi ozgina chegirmada bo'lsin deganlar uchun 30-iyun kuniga akalarimiz chiroyli qilib chegirmalar qilib qo'yishdi. Bitta like bosib turasizlar. Undan tashqari iyul oylariga ham 1-iyuldan 15-iyulgacha narx-navolari, sharoitlari qanday bo'lyapti, chiroyli ma'lumotini berib o'tamiz. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holdesda rasmiy litsenziyaga ega ofisi Nizomiddin hoji akamiz yo'llarida turibmiz. Bitta like bosib, niyat qilganlar niyat qildim deb kommentariyaga yozib turasizlar. Chiroyli ma'lumotini berib o'tiramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Eldor yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Hoji aka, xudo xolasa obunachilarimizga chiroyli ma'lumotini berib o'tsak. Ertangi kunga bir kunga aksiyaga qo'yib yubordik. Albatta. U haqida ham ma'lumotni berib o'tamiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, ertagalik kunga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ertagalik, ya'ni 2026-yil 30-iyun kuniga, ya'ni Toshkentdan Primo Jidda uchadigan reysimiz orqali chegirmaga tushgan reysimiz bor. Kimda kim tayyor bo'lsa, ozgina narxidan chegirma bo'lsa, tayyorman, ketaman deydigan insonlar bo'lsa, quyidagi pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring, joylarimiz soni juda ham oz qolgan. Narxini ham aytib o'tib ketamiz. Mana shu videoda oxirigacha ko'rishsa, iyun oyidagi narximiz ertagalik chegirmadagi narxda, qolaversa iyul oyiga ham nimalarimizni, qabullarimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Bemalol 1-iyuldan 15-iyulgacha bo'lgan sanalarimizda qaysi kunlariga o'zlariga yoqqan sanalarga bemalol qo'ng'iroq qilib o'z joylarini bron qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Har chorshanba Farg'ona Jidda reysimiz bor. Haftaning har seshanbasiga Toshkentdan Primo Jidda reyslarimiz bor, xudo xolasa. Demak, birinchidan boshlanib, bu yog'i oyda oxirigacha bor reyslar, to'g'rimi? Albatta. Kunda-kunora reyslarimiz bor. Farg'ona va Toshkentdan. Farg'onadan va hamda Toshkentdan. Firma tomonidan bonuslarga nimalar beryapsiz, hoji aka? Xo'p, firma tomonidan bizda beriladigan narsalar aeroportdan viza beramiz. Mana bunday bizning obunachilarimizda, bizdan ketadiganlarimizda, ya'ni sizning obunachilaringizga yostiqchalarimiz beramiz va kamzillarimiz bor. Kamzillarimiz bemalol velikan razmer hamda yosh bolalarimizning razmeri ham mana bunday sumkalarimiz ham bor. Xudo xolasa Eldorbek bizda hozir men siz kelishingizdan oldin mana bunday ehromlarni tayyorlab qo'ydim. Sababi sizning obunachilaringizga sizni orqangizdan telefon qilib chiqadigan bo'lsa, erkaklarimizga mana bunday toza ehromlarimizni o'sha bir martalik to'lovni ichida bepul tariqasida beramiz. Albatta qo'shib beramiz. To'g'rimi? Eng zo'ridan bu. Eng zo'ridan, yaxshisidan. Xo'sh. Undan tashqari, misol uchun obunachilarimizga qiziq 50 bosh xizmat qanday bo'ladi, hoji aka? Misol uchun bu yerda yo'lboshchi olib borib olib keladimi yoki 50 boshi birgalikda borib kelishadimi? Xo'p, endi qarang, Eldorbek, siz obunachilarimiz va общий mana shu ketadigan reyslarimizni ma'lum qilsam-da, har bitta ketadigan reysimizga hozirgi bergan savolingizga, ya'ni 50 boshlarimizni har bitta reysimizga Farg'onadan bo'lsa Farg'onadan, Toshkentdan bo'lsa Toshkentdan ketadigan reyslarimiz 50 boshlarimiz bor. Ya'ni bu 14 kunlik umra safarida birgalikda borib, birgalikda qaytib kelishadi. Hozir sanalarni aytib o'tib ketaman. Xo'p, vodiyliklar uchun 8-chi 15-chi, 21-chi hamda 29-iyul kunlariga Farg'ona Jidda reysimiz bor. Toshkentdan esa 7-chi, 14-chi, 21-chi hamda 28-chi kunlariga Toshkentdan Primo Jidda reyslarimiz bor. Shu aytilgan sanalarimizga har bitta sanasida 50 boshimiz xizmat qilishadi, xudo xolasa. Ya'ni safarlarda, ziyoratlarida ham, ibodatlarda ham, sayohatga ham hattoki 50 boshlarimiz, ya'ni malakali 50 boshlarimiz bilan birgalikda chiqiladi. Ibodatlari imkoni boricha mukammal bo'ladi. Xudo xolasa mukammal umra bo'ladi inshaalloh. Xo'sh, Makka va Madinada mehmona masofalari, undan tashqari oziq-ovqatlari, shifokor xizmatlari qanday bo'lyapti, hoji aka? Xo'p, Madina Munavvarada gostinitsa masofalari 150 metrda bo'ladi, ya'ni markaziyada. Xo'p, Makka Mukarramada komfort paketli gostinitsalar bo'ladi, ya'ni 700 metr oralig'ida, xudo xolasa, gostinitsalarimiz oralig'i joylashgan. Avtobus xizmatlari yo'q unda, faqat piyoda borish imkoniyati. Bu 700 metr juda ham yaqin. Bemalol gostinitsadan chiqib qarashganda soat minorasi bemalol ko'rinib turadi. Namozdan 5-6 daqiqa ertaroq yo'lga chiqsa, bemalol piyoda borishning imkoniyati siz aziz obunachilar, ya'ni obunachilaringizga xudo xolasa bu qulaylik tug'diradi. Oziq-ovqatlari o'zbek milliy taomlari. Albatta, Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek millida, ya'ni zaftriylari bilan 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi, xudo xolasa. Yosh kattalarimiz uchun shifokor xizmati, aravacha xizmatlari bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, Madinada ham bor, Makkada ham bor shifokor xizmat. Ayollarga ayollar, erkaklarga erkaklar, xudo xolasa xizmat ko'rsatishadi. Ibodatdan tashqari sayohat, ziyoratlarga qayerlarga chiqiladi, hoji aka?
Xo'p, ziyoratlarimiz 10 dan ortiq ziyoratgohlarimiz bor. Bulardan Madina Munavvaradan boshlanadi. Qiblatayn, Qumon masjidi, Uhud tog'lari, xurmo bog'lariga kech paytgi ziyofatlarimiz bor, kechki pikniklarimiz bor. Xo'p, juma kunidan tashqari Qur'on bosmaxonasiga ziyoratlarimiz bor. Xo'p, undan tashqari eng asosiysi Eldorbek Madina Munavvarada payg'ambarimizni muborak ravzai shariflariga xudo xolasa ziyoratlarni amalga oshiramiz. Qiblatayn masjidlariga boramiz xudo xolasa. Qolaversa mana shu Baqiy qabristonlar deymiz Madina Munavvarada ekskursiyalar qilinadi xudo xolasa 50 boshlig'imiz birgalikda. Xo'p, Makka mukarramada esa Savr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa albatta Qizil dengiz sayohatiga ham 50 boshlig'imiz birgaligida xudo xolasa amalga oshiramiz sayohatlarni. Eng qiziq joyi narx-navolari qancha bo'lyapti hoj aka? Narx-navolarini Eldorbek tortishadigan qilib bitta aytaymi? Bo'ladigan o'sha aytib o'tdingiz, misol uchun 30-iyun kuni, misol uchun ertagalik sana va undan keyin iyul sanalariga ham chegirma narxlarda imkoni boricha Xo'p, bugun 29-iyun video olyapmiz. Ertagalik 30-iyunga kimda kim tayyor bo'lsa, $1000 qilib beramiz Toshkent Primmo Jidda reysimizni. Iyun oyiga chegirmali narxda qo'ng'iroq qilsin. Xo'p, 1-iyulda aytib o'tilgan iyul oyidagi 15-iyulgacha bo'ladigan sanalarimizni Farg'onadan yoki Toshkentdan bo'ladigan reyslarimizga $1050 dan qilib beramiz. 1050. Bemalol telefon qilishaversin. Iyul oyida borishni niyat qilganlar bo'lsa $1050 dan, tayyorman deydigan bo'lsa ertagalik reysimiz va xudo xolasa Toshkentdan $1000 dan qilib beramiz. Telefon qilishaversin. Joylarimiz soni juda ham oz qolgan. Undan tashqari aytib o'tilgandek 5 kishidan ko'p bo'ladigan bo'lsa, qarindoshlar gruppasi bo'ladimi, sinfdoshlar bo'ladimi, qadrdonlar bo'ladimi, chegirmalar qilib beriladi. Albatta chegirma qilib beramiz. Narxidan chegirma qilib beramiz, xudo xolasa. To'lovlarni qanday amalga oshiriladi hoj aka? Xo'p, to'lovlarni bizni quyidagi raqamlarimiz ko'rsatilib turibdi. WhatsApp, Imo, Telegram orqali bizga qo'ng'iroq qilsa, to'lov usullarini biz aytamiz. O'zlariga yoqqan eng oson usulini xudo xolasa to'lovlarni qilib, o'z joylarini aytilgan sanalarga bron qilishaveradi. Xo'sh, obunachilar, adashmasak qo'limizdan kelgancha ma'lumotini berib o'tdik. Kimda qanday savollaring bo'ladigan bo'lsa, hoj aka, telefon qilishadi. Albatta, bemalol. Chiroyli ma'lumotlarni beramiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Akalar, opalar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana shu videoga bittadan like bosib, ota-onasini umra ziyoratiga borishni niyat qilganlar bo'lsa, kommentariyaga chiroyli qilib niyat qilib qo'yasizlar akalar. Hammamizga nasib qilsa. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.